O'zbekiston U17 terma jamoasi iroda ko'rsatib Xitoyni mag'lub etdi. Sergey Chigodayev boshchiligidagi O'zbekiston U17 terma jamoasi navbatdagi o'rtoqlik uchrashuvida Xitoyga qarshi maydonga tushdi va muxlislarni xursand qilgan natija qayd etdi. Bellashuvda o'smirlar 2-1 hisobda zafar quchib, tayyorgarlik jarayonida jamoaviy ruh va xarakter borligini yana bir bor ko'rsatdi. Uchrashuv boshidanoq ikki jamoa ham faol harakat qildi. Lekin hisobni birinchi bo'lib o'zbekistonliklar ochdi. 27-daqiqada Laziz Abdurahimov raqib darvozasini ishg'ol etib, jamoani oldinga olib chiqdi. Birinchi bo'limdagi shu gol o'yinga alohida impuls berdi. Xitoy jamoasi ham javob izlashga majbur bo'ldi. O'zbekistonliklar esa tartibni buzmasdan o'yinni nazorat qilishga urindi. Ikkinchi bo'limda raqibning bosimi kuchaygan paytlar ham bo'ldi. Shunday vaziyatlarda himoyada sovuqqonlik va darvoza oldidagi intizom hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi. Eng qizig'i esa oxirgi daqiqalarda ro'y berdi. 85-daqiqada Ziyodulla Salomov gol urib, jamoaning ustunligini mustahkamladi va uchrashuv taqdirini amalda hal qildi. Qisqasi, bu g'alaba faqat hisob emas, to'g'ri tayyorgarlik, tinimsiz mehnat va oxirigacha kurashning mevasi bo'ldi. Bu kabi o'yinlar U17 uchun juda muhim. Raqib boshqacha stilda o'ynaydi. Tezlik va jismoniy kurash boshqacha bo'ladi. Eng muhimi, futbolchilar o'zini turli ssenariylarda sinab ko'radi. Chigodayev jamoasi esa bu sinovdan yaxshi o'tdi. Bir gol urib to'xtab qolmadi. Oxirigacha harakat qildi va natijani ushlab qolishni ham, zarba berishni ham bildi.